Xayr 2025, assalomu alaykum 2026 deb boshlasak ham bo'ladi. Hammalarga xayrli kun jigarlar, hammalarga zo'r kayfiyat, yaxshi bola YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun menda xursandchilik. Endi uyg'onganman, issiqcholar ham tinchlik. Xullas jigarlar, men yengillikni tez aytaman, sizlarga ichinglarni qizdirib o'tirmayman. Xullas men o'zimga yangi xotin oldim. Tabriklab qo'yinglar. Yangi xotin deganda erkak kishini eng yaxshi ko'rgan xotini va sodiq yonida har doim turib tark etmaydigan xotini bu uni yaxshi ko'rib haydaydigan to'y chog'i bo'ladi. 2025-yilda sizlar bilan birgalikda juda ham ko'p narsalarni amalga oshirdik. Juda ham katta proyektlar O'zbekistonda balki O'rta Osiyoda bo'lmagan shoularni amalga oshirdik. Bitta insonni millioner bo'lishiga sababchi bo'ldik. Sizlar ham bunga sababchisizlar, chunki bizani qo'llab-quvvatlab turdinglar. Reverim shouda bir kishi Surxondaryolik ukamiz 500 million so'mni qo'lga kiritdi. Bu endi nerealniy pul, endi men uchun ham, ular uchun ham. Xullas ularni tabriklayman. Bugungi kunimiz sizlar uchun ham, men uchun ham muhim kun. Chunki aytganimdek, bugun yoshlikdan orzu qilgan, hammalar buni masalan olmoqchi bo'lgansizlar, dodanglar, adanglar, amaqinglar, ukanglar, xullas hamma bu mashinani olish istagida bo'lgan. O'sha mashinani mana bugun emas, ancha oldin bir hafta oldin yetib keldi. Oldim va xursandchiligim hozir ichimga sig'mayapti. O'shaning uchun ham hozir men sizlarga video qo'yaman. O'shaning uchun ham qo'llab-quvvatlab turinglar bizning YouTube kanalimizga, yaxshi bola YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'lib, like, kommentlarni ayamasdan tashlab-tashlasanglar, xursand bo'lamiz. Bu hozirgi paytda takoy legendalardan bittasi Porsche ekan. Uni osmondan ham tashatdi, yoqib ham ko'rdi, ustidan otam sakrati, xullas o'zini mehnatini juda bir boshqacha o'ta bo'ldi, juda ham yaxshi foydaga olib kirdi. Bir mehnatkash, barakali mashina bo'lib keldi va yangi mashina men xuddi shunaqa senga qarab aytaman. Agar meni haqiqatan ham eshitayotgan bo'lsang, seni ham oyoqlaring barakali, rizqli kelsin va seni ham Xudo xolisa O'zbekiston emas, balki butun O'rta Osiyoga tanitaman. Ana shu narsa esingda tursin. Bu esa 3 tani oilasi uchun qadrdon bo'lgan meni ikkinchi avtomobilim, Gentra avtomobili. Legendarlik katta bolalarniki. Buni ham butun O'zbekistonda katta bola bo'lishiga sizlar bilan biz sabab bo'lganmiz, narxlar ko'tarilib ketishiga ham sabab bo'lganmiz. Kimdirlar xursand bo'lgan, kimdirlar bu narsada xafa bo'lgan. Bugun xursandchilik videoning oxirida sizlar bilan qanaqa mashina olganimni, uni qayerdan olib keltirganimni, necha pulga olganimni, hammasini videoning oxirigacha ko'rsanglar birgalikda ko'ramiz va bugun videoyimizni ham emotsiyali, ham qitmirchilik, azartli video bo'ladi. Bu narsaga oldindan kafolat beraman, chunki bundan oldingi videolarimizda ham gapirgan gaplarga javob berganman. Xullas bugun bolalarni chaqiraman. Men o'tgan safar mashina tashlab o'rganimizda o'g'aylarim keldi. Shu bolalarni yana chaqirib cho'chitmoqchiman. Hozir qarochi vahima qilaman. Hoppa! McQueen, meni kechir. Sandan ham zo'ri chiqib qoldi. Nima deysan? Zo'rdan zo'r chiqadi. Endi biz bolalarga qilishimiz kerak hamda hozir. Birinchi navbatda kimga qilamiz? Jahonga qilamiz, Jahonga. Story qo'yib Instagramga. O'sha ko'rib olinglar. Ketdi mana hozir Jahonga qilamiz. Video qilamiz hammasiga bor. Blogerlar любое время onlayn bo'ladi. Shuni bilib olinglar, bo'ldi. Blogerlar har doim onlayn turgan bo'ladi, har doim aloqada bo'ladi. Bolalarni ketdi aytdim sizlarga. Men o'tgan safar bolalarni ozgina podvodit qilganman. Qanaqa podvodit qilganman? Videoni qo'yganman. Ana mashinani tepadan tashlab o'rganmiz. Keyin Dubayga ketib o'rganman. Endi aylanishga ketganman-da. Dubayga ketsam, bolalarni chaqirishibdi-da, ozgina muammo nimadirlar deyishibdi, lekin hammasini kelib hal qilib rishat qilib ketdim. Biz to'g'ri joyda, to'g'ri bo'lamiz. Cho'tta jahon olmayapti-yu. Nimaga olmayapti? Hozir vali. O'tgan safar kelmagan, xulab qolgan shu mashinani tashlab o'rganimda chichiqoq. Mana valiga ham gudib ketadi. Aytdim, blogerlar, sahib vali kim uchun aytgan bo'lsanglar. Tere do'stim bor. Tere kimga kerak? Mana jahon endi ketidan qo'yapti. Vali olmayapti. Qarimni qilaylikchi, jahon qaytib qildi. Biz ular bilan maktab yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Assalomu alaykum. Nima gapdi, yaxshimisan? Siz do'stlar? Siz do'stlar? Ustizdanmi? Nima gapdi? Ishxonadanmisan? Ha, ishxonada edim. Qayerdasan o'zing? Hozir tish bilan xursandchilik bo'ldi do'stim. Xursandchilik? Navarali bo'ldingiz aka. Anaqami yana intriga boshlading deyman. Yo'q. O'rtoq lokatsiya tashima akaga. Xursandchilik kunimda yonimda turlaring ishgar. Bo'ldi, baqirma o'z boraman tashi. O'rtoq lokatsiya tashima. Ana jahon yes. Vali bor, ashi anaqada hayotda bor. Shu beg'am bor, ha deb yozyapti. Men unga video qo'yaman, o'rtoq tinchlikmi deb qilmaydi bor. Kibrlanganmisan, Saxiyev? Unaqa bola bo'lmalaring. Hamchi xulovatdi-da bu. O, tinchmisan? Endi turdingmi? Bashar eshib ketdi, o'rtoq. Anaqasiga endi turaman, ko'rmayapsan ko'chada mana inson. O'rtoq, lokatsiya tashiyman. Bo'lgansan
Bilasanmi? Esimda avariya bo'lgan paytlarini eslatyapti endi. Yaxshimi shu? Yaxshi kunlar eslaylik, basharangni ko'rsat. Mana, salomat. O'rta lokatsiya tashima iltimos. Bitta tema bor, shunda bolalar ozgina vimogat qilyapti. Katta kam. Oh, vale. Insobat Rezidenskiy. Amerikanskiy посольство. Amerikanskiy pirog. Sasi kelur. O'rta kelgan bitta tema bor, shunda bolalar tashlayapti, ozgina problema. Sen tachiysanmi lakatchi? Ha, mana o'sha yerga iltimos o'rta, pandeshka. Qo'yib bolalar ozgina sakrab qo'ydi-da. Man bilan borish kerak. Voy bilan Ahroga qo'ziq qilmoqchi edi. Ahro ham shotda ekan, jigarlar, Ahro ham shotda. Tinchmisan, Ahro? Rahmat, o'zi yaxshimisan, charchyapsan? Shotki. Bitta tema bor edi, shunda. Men seni temalaringga bormayman deb o'zim va'da berganman. Yeah. O'tgan safar ichib bergansan temangni menga. To'g'riga so'rag'ini bizani yomon holatga qo'yib o'shandan beri bormayman, bolalarga aytganman, bormalaring. O'rta? Proyekt chaqirsa, bormalaring. Bu ishlarsiz emas, dacha oxirgi dacha temayapmiz. Dachadan tashlab ketdik bizani o'zimiz. Oy, o'rta, men yoningdaman, hali bo'yim yoningdaman. Shon bilasan-ku? Yo, eslataymi meni? Kadr turganda eslatmay qo'ysang-chi. O'sha qiyin paytlaringda yoningda turganman, o'rta. Hozir kadr turibdimi? Mana ham bitta GoPro turibdi, ham bitta operator akamiz turibdi. Aslan xossam o'g'inlaringni. Endi gaplashamiz, короче. Haqiqatni aytaman, o'lasanlar xotinlaringdan, ishon. Endi akasi tezroq tashlab. Bo'pti, o'rta, ko'rishamiz. Rahmat, kelinglaring, kelmasalaring. Yo'q. Nechiga hozirmi? Hozir, prям hozir, o'rta. Abdi ham bormoqchi ekan. Boruvaylikmi? Ha, женский auditoriya kerak emas ekan. Abdi ham kelaman. Ko'rishamiz tezroq kel. Tezroq. Bo'ldi, bolalar kelyapti. Ularni oldinda qo'rquv kutmayapti. Uni qo'rqitib, cho'chitib o'tirmayman. Nim bilasizlar, men ularni chaqirib olaman. Chaqirib olgandan keyin o'zim bilaman nima qilish. Xorbin, yaxshimisiz-ku? Shotga o'z qandoqsiz? Rahmat. Tanidim. Avamiz. Qibrayli bola, yangi toycha oldim, O'sha oldiga ketyapman. Rosing gazim. Rahmat. Borligiga shukr, mana shunaqa yo'llarda so'rashib, gaplashib, kayfiyatlarni ko'tarib turasizlar. Mana o'sha Siroj telefon qildi. Siroj! Ha, yurdik, alaqa keptimi, konteynerda turibdimi, nima bo'libdi? Menga ruxsat berishmadi ochib berishga lekin. Yo'q. Nima qilib shtampini o'zishingiz kerak ekan, ha? Qonga kelyaptimi? Ha, kelyapti. Oyoq qo'li g'aldiraydigan qilib. Hozir nimalar to'yizdan tushirib, bu yoqqa olishdi, tayyor turibdi. Va kechib ochamiz, xudo xohlasa inshaalloh. Tamom, mana keldik biz. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Tanijoningiz salom, yangi yillar muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Rangini o'zgartiribsiz, olib tashlaysizmi yoki? Ha, olib tashladim aka. Yangi mashinam shu yerda, xudo xolasa. Yangi olib qo'ydim. Hali hech kim bilmaydimi? Ha, o'sha videosini olamizda. Qo'linglar. 100 tali. Nasibimizga ham. Ilohim aytganingiz kelsin. Bizga keldi. Asalimni, toychog'imni oldiga keldi. Novatimni, shakarimni oldiga keldi. Voy keldi. Yetib keldi. Hoppa! Mehmonlarimiz kelishdi. Ha, bolalar, ey. Vohima qilish kerak emas, vohima qilaylik. Sen vohima qilding hozir. Ya'ni bekorga vohima qilmadim. Oldin mikrofonlarni taqib olaylik. Mikrofonlarni taqib olaylik. Men sizlarni, короче, qarshilikda turgan qimmatbaho toychani oldiga chaqirgan. Topish kerakmi? Nimaligini? Topinglar bitta. Qaysi modellik? Biz. Bizadan ham bekitishini qarang, mana. Qari, tashlaylar. Короче, bolalar, bu narsa men sizlarga mana paskaska beraman. Paskaskalar ko'p. Ustimda mana shu qizil kiyimimda uni paskaskasi bor. 91. Mana eslatyapsizlarga. Porsche 911. Может. Lekin Pasatkasi kichkina-yu. Yoki 91-yil chiqqan mashina. Chuqurroq. Короче, bola bu narsani bor-ku. Yoshligimizda ham bormi, oppo dodasi bormi, amaqisi bormi, jiyanlar bormi? Hammani xursand qiladigan mashina deb o'ylayman. Ishlatilmagan bu mashina proyektlaringda Qattiq ishlatilmagan. Xullas, bugun sizlarni ozgina chuv tushirmoqchiman. Bilaman, aytmagan. Qo'rqdim, orqada nimani qichir bo'lsa. Tashlaylar! Tashladu!
Blogerlik amaliyoti. Hayotda bilasizlar, oddiylik ham har doim yutib chiqadi. Oddiylikda hozir sizlar bilan bu mashinani ochamiz. Lekin nimaga aynan bu mashinani men tanlaganimni keyin sizlarga aytaman. Kelinglar, atrofini ozgina Ushlab ko'rsam bo'ladimi? ushlash mumkin emas, ushlash mumkin emas. Ushlasan bilasan bitta Yo'q, o'rta bu narsa men aytaman, bu mashqda turgan narsa bizdan shunchaki ko'zimiz oldimizga qo'yilgan maket bo'lishi ham mumkin. Kartondan Balki intriga uchundir qo'yib qo'ygandirman. Bitta men bilaman nima mashinaligini. ruchkasini qara, ruchkasi uzun. Rolls Royce. metr yonidagi kim edi? Mo'ylovli brat. Ana McQueenning mo'ylovli bor edi. O'sha boya jahon aytdi-yu. Nima edi o'sha? Aston Ford. Yo, Hudson-midi? Ha, o'sha edi. Ha, mana ruchkasidan bilaman, o'rtoq. Bo'ldi, og'zini eshit. Ha, o'sha Ovozdan nimani ovoz, bilasan? boyi ovozini beryapti. Shunga qilingan nima deydi? Og'ir odamlarning ovozi. Bo'yicha qilgan qilgan. Yo. Ha, o'sha boylar haydaydigan. Qo'yilgan, uydagilarga aytish mumkin emas lekin bu. Menga aytishyapti o'zi. Ahvolboy maket emasligi bilindi. Ne, maket emas, ha. Da, maket emas ekan. Yo'q, bunaqa katta maket yasash ham qiyin bo'ladi. Ya bu mashinani bu yerga qo'yishimdan maqsad video davomida bilib olasizlar. Demak, hamma o'zini taxminini Ha, aytib bo'ldi. Hammada bitta taxmin. Menda ham bitta taxmin. Taxmin? Rolls Royce. 100%. Rolls Royce. Mashina anaqa to'yga chiqadi dedi, o'shandan bildim. Yo, o'zi to'yga chiqishmas, maket chiqibdi. Yo, endi uni aldoqchi dedi-ku, keyin Bizlar to'yga O'zbekistonimizda faqat Rolls Royce to'yga chiqadi. Boshqa joylarda takoy Pitskiy pantov yo bu yoqda emalar, yo. Bizda mashina bormi hali? Endi bu originali bo'lishi ham mumkin-da. Bu prosta kutib olishganmidi bu? Voy! Yaxshi. Smule, bular borib, aytdi-ku, sizlar chalg'itaman. Ikkita unda varianti, bittasi Rolls Royce, bittasi Digital. Da. Porsche. Va ichida 911 bo'lsa Mana shu kerak. konteynerga sig'adi lekin u. Xullas, bu narsani menga katta anaqasi ahamiyati bor hozir. Hozir ochishimda. Bu bunga bog'liq. Bunga bog'liq bitta narsa ham bor-da. Rolls Royce kompaniyasi, BMW kompaniya Rolls Royce'ni motordagi hamma narsani qilib beradi. Bu yoki shunaqa qilib BMW olgan yoki shuni endi bilmayman. O'zi Qanaqa o'ylading? Mana bunaqasi. Yo, endi bo'lsa o'ylagan bo'lsa mendeki demoqchiman. Agar shunaqa bo'lib chiqadi, agar bu Rolls Royce ichiga shu oilasiga mansub kompaniya bo'lsa, bu BMW bo'ladi. Bitta narsani oldindan aytib ketaman. Sizlar hozir yangi to'ychog'im bilan sizlar ham bitta test qilib ko'rasizlar. Sizlarga beraman. Yaxshi. Yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Rolls Royce'ni bitta oilasiga mansub bitta kompaniya bor, bu Ferrari. Shunaqa. Rolls Royce. Men mashinadan yaxshi tushunaman. Sen xohlaganingni. Qara, o'sib yana bittadan Mercedes demadi. Konkurentim Mercedes. Yo'q, konkurent emas. Oilasi bo'ladi-da, ular ham mana bo'ladi-ku. Balonim ishlaydi. Masalan, mana o'zimiz sohadan olsak, mana bloger Vannerlar bo'ladi, bloger sotsial rolik oladigan bo'ladi. O'shanaqa oilaga mansub bo'lib bitta Ferrari bilan, Rolls Royce Ferrari bilan. Tushundim. Bo'ldi, ko'p cho'zib o'tiramiz. Короче, Do'stani. Tayyormisizlar, bolalar? Ochinglar! Ko'rmadingmi? Rolls Royce. Rangini qaranglar buni, qop-qora. Nima deyapti? 2019-18 yili. To'g'ri topdim. 91-yilmi? Yo'q, 91 emas. Bu 91 ekan. Kirib ketadimi, hozir so'rsam? Ha, 14 mingga cho'san. Kiradimi? Bor mashinalar yaxshi tushunadi. Yo'q, kirib ketish kerak, o'g'irlamaslik uchun. Yili 2000. Yo, mana buni nima uchun chiqarishgan shuni ham ma'lumot. O'tirishing uchun o'rtoq. Tasavvur qilolmaligim. Men ham sizlarni qiynamayman, jigarlar sizlarga ham intriga bermayman. Yangi olgan mashinam Rolls Royce emas, lekin Rolls Royce'ga juda ham aloqasi bor va Rolls Royce'ni nimaga men bu yoqqa olib kelib qo'yganimni hozir yangi mashinamni ochgandan keyin ko'rasizlar. Undan oldin esa sizlarni ko'zinglarni ozgina yumib qo'yamiz. Bilay, qo'ysangchi, bor yo'q. Beket. Abdi, Qo'limni bekitib kirasanmi o'zing? Men o'rta san taqqin. San taqqin ol, men o'zim qo'lim. Men bunga aytchi, men buni taqib o'rtoq. taq. Qaramaysanmi axir? Nimaniki? Axir hozir o'yin qiladi, qarab. Yo'lar, qo'linglarni ushlab olinglar. Og'ayni bo'linglar. Voy, jinnimisan sen? To'xtamabdi, nimadir, men bakovoyman. Hayotda og'ayni bo'lmasanglar, og'ayni bo'g'linglar dedi. O'tir. Kimda solsa hozir niyojdan hamma bitta dab uxladi, uyg'ondik, qanaqadir o'stiribdamiz. Mana nima bu? Bo'ldi, chotki, mashta turinglar mana. Mana nima o'rtoq? Qo'linglarni ushlaylar mana. Qo'linglarni ushlaylar. Voy, sugi. Qarorchi borlar. Gi. Pishiraman.
O'tmaychim. Va nihoyat men kutgan daqiqalar yetib keldi. Mana shu konteyner ichida toycha уже bukir o'ryapti. Are you ready? Are you ready? Tommy Jerry. Hasıl. Mana toychog'im. Ovozini eshityapsizlarmi ovozini? Ha! Tayyormisizlar? Ha! 1 2 3 ochinglar. Gapyo'q. Ben yaqinroq keldim. Voy, tiling lekin. Yorib yubordik lekin. Borib ko'rsak bo'ladimi? Ya, hali mumkin emas. Men sizlarga aytdimmi, bekorga 91 kiyib olmaganman, yetmaganiga 2023, 24, 25, 22 xullas 3-4 yil davomida YouTube platformasini korotchi portlatgan mashina. Shunaqa. Legenda mashina Tan olish kerak, tan olish kerak. Ana endi marhamat kelinglar. Kelinglar. Kiramiz, ko'tarmaysanmi tepaga? Arsiz qo'ygan, dili Yo'q. Ochma, cho'tga xotir. Yo'q. Kirma. Yo'q. Xotir. Ko'taradi. Egamni ko'tarsin. Ko'taraveradi, bunga farqi yo'q. Shunga ketaveradi. Aror, yosh bola. Yo'q. Yosh bola bo'lsa. Ke, menga Qara, mani eshitgan. Yur. Menga ishon. Mani eshitgan. Menga ishon, yur. Menga ishon. Men cho'chiysan? Yo'q, men fobiya bor. O'rta fobiya. Xotirama ichkarida video olamiz bo'ldi. Turist qilmang-a? Kirmayman. O'rta, vohima. Yo'q. Vohimaning narsa bo'lmaydi, javob. Yo'q, mani. yo'qotamiz fobiya. Yo'q, fobiyam bor mani ichkarida. Kira olmayman. Qo'rqqan uzilsin bu. Ketdi. Termitr ichkarida o'ynab yuribdi. Ha, o'ynab berishgan. Meni ko'tarmaydi. Ko'taradi. Bo'pti, mana eshitdinglar, mana eshitdi. Qarorchilar, kerak, hozir gap. Nimalarni qo'ygansiz? Bilmaydi dotini ko'targanda. Aha, eshitgan? O'rta mana agar mana aytayapman, tema qilamiz, ichkariga video olamiz, bo'ldi. Men любой shartingni bajaraman mana. Men любой shartingni bajaraman mana keyin. Ko'tarilasanmi? Ha. Mani fobiyam bor qorong'i joyda. Qo'rqaman, tura olmayman hozir. Tuyasi, jinniroqmisan? Babiram. Keling. Aka, hammamiz kiramiz. Duh. Yavring. Tor joydan Cho'chima yurgan o'rta. Torlardan tor joyda qo'rqaman. Yurgan. Ko'tarmaydimi? Ko'tarmaydi. Ha, ko'tarmaydi. Kel. Endi sen men kirdim-ku. Dili shart bajaradi, dili mujik. Ha, Давайте, pachanlar. O'rta. Suka, cho'chima u. Ha, блин, mujik. Ya, o'ylayveraman. Kel o'rtadan kelgan xotirjam bo'lasan o'rta. Shu narsa kerakmi men kiymayman boshqa proyektlarimga. Короче, biz hozir sizlar bilan birga osmonga ko'tarilamiz o'sha gap. Bitta cho'st qilaylik, osmondan qanaq bo'ladi. Nimaga bunaqa qilaman? Men har safar osmon ko'taraman, o'rtami? Sababini aytay, yo sababini aytaymi? Aytsin. Sababi, men mashina ham o'sha osmonga ko'tarilib, bir yulduz bo'lib ketsin. Mashina yurib ketyapti. Ya, vahma qilma qo'y. Yurayim. Aktyorskiyga variant emas hozir. Bular ko'p ko'taryapti, ancha. Yo, mana ishon. Lift o'rta, lift. Yuryapti lekin, mashina yuryapti. Ya, nima? Hozir bizlar nimada bo'laysa, taxminan hosilaga общий kadr ko'rsatishadi, qanchalik osmonda turganini. Men yaxshi farqi, tezroq Yo'q, ko'tarilib. Qiz, 50 emas. Voy, bilar. Eng qizig'ini aytaymi? Sizlar o'rta. O'rta. Qo'ynayapti. Mabodo tushib ketadigan bo'lsa, tepaga otinglar o'zinglarni. Mana shu qadrlarni. Bo'la tushiraymi? Sakrab qolish kerak. Mana bu imkoniyat. Bo'ldi, tushiraring, bo'ldi, yetadi.
Просто o'zimdan osmonda his qilib ko'rdim. Ey, Bu men o'zimni traditsiyamda o'rtoq qarab. Maras! Yerga tushdi. Mushtiyani kiyishamiz. Bo'ldi mana yerdamiz, vahima qilishadi. Ketdi. Xush kelibsizlar. Yerimiz, osmonimiz musaffo bo'lsin. To'xta endi. Sen boya ko'tarmayman deding-ku menga chiqayotganda. Shart etasan agar ko'tarsam deding, ha? O'rtoq, men bu shartlaringni bajaraman, hammasi tugadi emas. Endi boshlandi hammasi. Aha, men aytaman lekin shart. Bo'ldi. Farqi yo'q, ha? Любой kipishga, любой shartga. Давай. To'g'risi bu mashinani olishimdan maqsad mana shu oddiylikdan, korоче, eng zo'ri bo'lish. Bu qanaqa bo'ladi? Korоче, $500 mashinadan $500,000 mashina yasamoqchiman. Ha, buni yasaysan. Rostdan. Ya qissa. $500,000. Jigulidan Rolls-Royce yasamoqchiman. Nimasi qoladi? Qolib qoladimi? Endi holatini keyin ko'ramiz. 20,000 ketadimi, $30,000 ketadimi, $50,000 ketadimi? Xullas, mana shu Jigulidan, mana shu Rolls-Royce, mana shu klassikani qimmat pafsi beradigan mashina yasash. Nima deysizlar, qo'limdan keladimi yoki imkoni bormi? O'zi kuzovini qaranglar, o'xshaydi ham-da, ha. Oldi. Reshotkasi. Bunaqasi faqat. Bunaqasi. Qaranglar, yili eski, mashinada to'g'ri, bir ikkita joylari kraska, praska. Salonlari ayniqsa, bitta salonni ko'rsanglar, saloni ham chiriyotibdi-da. Hamma yog'ini o'tiydi, salonlari bilan, diskalari bilan. Korоче, yorvormoqchiman. Qilinadigan ishlari ko'p. O'shaning uchun ham. Mana emblemasini qilgan Abdiy uchun. Uni emblemasini ham, ichidagi korоче salonlari bormi, ust ko'rinishini hammasini Rolls-Royce qilmoqchiman. Shuning uchun ham mana shu O'zbekistonimizda bor shunaqa ustalar, yorvoradigan ustalar. Kommentariyada kim bo'lsa, o'sha yaqin insonlar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Biz o'sha insonlarni xudo xolos ko'klarga ko'taramiz. Qilayotgan ishlarini butun O'zbekistonga ko'rsatamiz. Bera olmayman degani kerak-da senga. Bera olmayman. Birgalikda qilamiz. Sani shouingni ko'rdik, qanaqa ustalar borligini, zo'r qilib qilishdi. Menimcha buni ham zo'r qilib berishadi, xudo xolos. Kraska qilish boshqa, bo'yash boshqa, yopishtirish boshqa. 100%. Ma'noni o'zgartirish boshqa. U Ancha lekin oson ish emas-da bu. Buni ham qiladi, lekin Uning house qila oladi deb o'ylayman. Bilmadim, mana o'sha. Ya, avtovitsin. Avtovitsin. O'zi shularni ko'r. Lekin men mana Instagramda kuzatdim, bitta insonlar bor ekan, lekin men hali ularga aloqaga chiqmadim, balki bizga aloqaga chiqib qolishar o'sha insonlar. O'shalar haqiqatan ham O'zbekistondagi mana o'sha Dilshod aka qilgan mashinalarni ham ko'p proyektini o'sha odamlar qilgan ekan. Qarang, o'sha insonlar O'zbekistondagi nerealniy narsalarni amalga oshira olar ekan. Rolls-Royce 1900-nechinchidir yillarini hozirgi bashara qilib, o'sha insonlar bor, lekin hali biz ularga aloqaga chiqmadik, balki agar bizlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, biz siz bilan hamkorlikda ishlashimiz mumkin va xudo xolasa butun O'zbekistonga, balki O'rta Osiyoga mashhur bo'ladigan Senga ham chiqishi mumkin. Qozog'istonda ham zo'r qilishyapti. Ağalarım, na связи, Qozog'iston, Almatta, Qirg'iziston, Tojikiston, na связи, biz aloqadamiz. Xullas, mana shu mashinada qimmatbaho $500,000 mashinaga aylantirmoqchiman, xullas mashina. Menga ishoninglar, mana shu narsani sizlar bilan birga amalga oshirganman, undan keyin amalga oshiramiz, xudo xolasa. $500 ga oldim mashinani, xullas. qattan qadam o'liksam. O'liksdan emas. Bo'ldi, xo'p. Endi bitta tegini ko'rib beringlar, bitta haydab beringlar. Qani kim esda qolgan, ha? Let's go. Abdurahim, давайте, Abdurahim. Abdurahim hayda. Yonida juda qimmat mashina. Baribir anaqalarga. Abdurahim go. 2 sizlar komandasizlar, sizlar kelinglar bitta komanda, aholi bitta komanda. Короче, hozir ham konteynerni boshidan start, ana Cobalt oldiga borib, orqaga zadniy qaytish kerak. Kim birinchi sekund bo'yicha tez kelsa, o'sha odamga ikkita odamga grefmandan. Oldiga borib, vali bilan alishib, vali orqa machasi qaytadi. Voy, bilan. O'shanda ikki kishi qarang. Ya, bitta odam bo'lishi Bitta kerak. odam Men mexanik haydash bilmaydiganlar ham bor ekan oramizda. Yo, mexanika bilaman. Men ham haydamaganman. Ya, bana ishlar. Bo'lmasa oldiga o'tib olsan. Zandiga o'tirar, zandi chetga. Davay. Zadniy ha. Ketdi, let's go. Ketdi, yuringlar. Bo'ldi, bolalar pishdi. Qarash kim birinchi kelsa o'sha mendan. Yormisanlar? Zannigu. Ey, sirtlar! Sen qarash ket olmaydi qo'ymoqsan. Ketadimi hozir? Qarochi bilan alishib oldi. Bal oldiga haydaydi, Abdi orqaga haydaydi. Ketdi. Voy, bilaman, bu cho'zilmayapti, do'stim. Yo, repetitsiya mumkin emas. Yo'q, men bir marta ham o'tirib Voy, ko'rman. sizniki qanday cho'ziladi? Cho'zilmaydi, majburlab tiq. O jinnimisan? Siz ham sig'maydi. Tiq. O sizni sig'maydi. Foydasi yo'q, tiq. O'sam ham o'rta sig'maydi mana bunaqa. Sig'yapsan, cho'tga yarashdi. Tayyormisan o'rtoq? 1, 2, 3 start. Bos. Bir rejimni urib ketmang. O'rtoq, stop bos. Bo'l. Yetadi.
Давай, qaydur! Chiziqdan o'tish kerak, chiziqdan o'tish kerak. Stop. Gap yo'q. 2993. Yaxshi. Qadrli emas, formula. Turlan ko'rdingmi? Surdimmi? Bizanga. Yo'q, bu gaz. Bu disiplinani birga urib, Alini ikkinchi kamanda, uni ham короче 30 sekundda oxirgi kelsa yutadi. Mana hozir 30 sekund. 2993. Ikkinchi kamanda tayyormisizlar? 1 2 3. bo'ladi. Tormiz. Voy. Voy da. Men shu. Koş 20 sekund. 21. Yuttular. Sen o'sha yerga borib qaytdinglar. Ikkita tormoz izi turibdan aytdi. Tasirlar. Ahmad. Kecha bordinglar, o'tdimi? Ahmad, pobeda. Haqiqiy ujin egalari topildi. Necha minut? 23 sekund. Ancha 1 minut emas. Birinchi tema bor. Bitta temani hal qilaylik bo'ldi. Mana shu mashinaga mana qara. Hozir dilamaydigan nomer turibdi. Mana shunga necha nomer yarashadi? Bitta fikringlar. Rolls-Royce bo'lgandan keyin taqiladi. 001. Yangi harfli chiqadi-ku, o'sha harfli taqish kerak. 007. Bu 7 mi? Nechi bu? Jiguli nechi? 7. 070 chiroyli tushsa kerak. Ikkita yonida 0. Bitta hozir mana shu o'ttozda avtoraqam Toshkentga qilaman hozir. Avtoraqam Toshkentni yaxshi bilasan. Hamma mashinamizga hamma biladi, to'g'ri. Короче, mana shu mashinaga qanaqa nomer qilib bera oladi mana shu jonli bitta so'ray, menga karlab tashaganlar. Undan oldin ham karlab gaplariga javob berganlar. Hozir ham ko'ramiz. Oybek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Besta qilmadim aka. Qanday bo'lding? Aka, men YouTube'ga video otdim hozir. Ha. Bolalarni oldi karilladim. Hop aka. Avtoraqam Toshkentdagi Oybek akam, короче, dedim, yangi mashina olsam, nomerni itini qilib beraman. Porsche Taycandagi nomeringiz xoli bo'lib qoladi deb aytdi. O'shanga yangi mashina oldim, Jiguli oldim, lekin xudo xolasa Rolls-Royce qilaman men, aka. O'shanga necha nomer yarashadi, necha nomer qilib berasiz, aka? Aka, biza qilib beradigan nomer oppo dodasi bo'ladi. Oybek aka, iti deb yozib beralasizmi nomerga? Iti. Nomeri iti deb yozib bera olasizmi? Ya, aka, o'shaga nomerni ko'rasiz. Respublika bo'yicha bunaqasi yo'q deb oladi. Hozir bu. Hozir aytaymiz, pip qo'yib yuboramiz, bo'pti. Necha olib berasiz aka mana shu Jiguliga? Bo'ladi, deb boshlaymiz. Tashlamadim mana. Tashlamadim, Oybek akam o'rnini, tashlama. Xullas, Avtoraqam Toshkent, aka rahmat. Hamma eshitdi, faqat bolalar eshitdi, sizlar eshitmadinglar, lekin xudo xolasa, Taqilganni ko'rgan. Qilib bera olmaysiz, Oybek aka, qilib bera olmaysiz. ikkinchidan ayting. Kimdir olib qo'ysin-da. Endi aka, xola qolsa. Qilib bera olmaysiz, aka, Oybek aka. Kimdir sotib olsa, o'rtadan chiqib katta pul berib sizdan aldab. Sotib olavering. 070 bo'ladi bu mashina. Men o'zim klient olib beraman. Oybek aka gapiga javob beradigan bola, o'shaning uchun Avtoraqam Toshkent. Samimiy o'ziga rahmat, Oybek aka, dush aloqadaman aka. Hop aka, charcha. Xullas, Avtoraqam Toshkentga murojaat qilsanglar, любой nomerni chiroyli qilib olib chiqib berishadi. Bolalar o'ziga hamma mashinasiga taqqan. Biz ham shundan taqamiz. Endi nima kim menga tashayotdi-da videoda oldin любойga javob. 10 sekundmi? Yo'q, 10 sekund emas. Sen 10 sekund deding, to'xta. Kadrda yo'q, 10 sekund deding. Hamma eshitdi. Xullas, agar sen hozir borib kelishing 10 sekund bo'lmasa, biz senga ujun qilib beramiz. Bo'lsa agar. Bo'lsa. Bo'lmasa hammamizga qilib beramiz. Bo'lmasa hammamizga qilib beramiz. Birdan qilib berasiz, lekin hammaga. 10 sekund bo'lmasa. Bilasan, nimaga 10 sekund deding? 12 desa bo'ladimi? Yo'q. 12 ham qila olmaydi. 2 vashi ishlasa hal qilib To'xtab ber. deshga qilmaysizlarmi mana? Sizga babratskiy. Davay deb turamiz. Davay deb turamiz. 10 sekund, davay.
Zato 11 bo'lmadi. Gol. 11 masda Babra. 11 ga o'tmadi. Xullas, mazza qildim to'g'risi bolalar. Sizlar bilan har doim adrenalin his qilganman. Sizlar bilan yaqinligim uchun har safar chaqiraman. Borligiga shukr, addushi. Bizlar bilan birga bo'linglar. Xudo xolasa $500 mashinani $500 million mashinaga aylantirganimizda ham sizlarga birinchi reaksiyani albatta sizlarga ko'rsataman. Sizlar birinchi tomosha qilasizlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yaxshi bola YouTube kanalimizda bundan ham zo'r videolar chiqadi. Hamkorlar, homiylar biz aloqadamiz. Na связи. Xullas, seriozniy proyektlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Biz shodamiz. Bizlar bilan birga bo'linglar. Ketdimi o'shingami? Yo, o'zim emas. Mujik сказал, mujik сделает. Shart bor. Voy kirayotganda aytding-ku. Men любой shartni bajaraman mana. Давай, Men boyatda berib ketmay turibman. O'zib keta olmoqchi edim. Anga olaveraman. Bersinchi-da. Beraveraman. Qanday zo'r. Ha, eshtinglar. любой shartini. Mana zalga chiqib yurdi orada bir o'zini ko'rsatib hammaga, to'g'rimi? Chiqmay ham qo'ydi. O'zi sportga qiziqasam, qaysi sportga qiziqasam? Yo'q. Anavmi? Kurling bormi? Chiqalib ketaveradi. Qaysi? Ot turiga qiziqaman, sport bo'yicha otga qiziqaman. Короче, anaqa setkaga ham qiziqaman, lekin ungacha baribir g'anzga trenirovka qilib ancha o'sish kerak. Endi biz boksga qiziqamiz hammamiz, to'g'risi. Boks yaxshi ko'radigan bolalarmiz. Tomosha qilib o'tirish juda ham maroqli bo'ladi. Endi shartim shunaqa, qara. Xullas, tog' topasan, Amirsoy bor, chimyonlar bor. Qor bo'lishi kerak. Ha, qor bo'lsin. Hamma yog'imiz qor bo'lsin. O'rtaga ring qilasan. Ringda sen boksyor bilan boks tushasan. Boks tushmaysan. Zashtir surasan, boksyor seni uradi. Boksyorni biz hal qilamiz kimligini. Senga просто 15 kun vaqt beraman. Oldindan aytaman. Sen shu tayyorgarlik ko'rishing uchun moralni. Qizig'ini aytaymi? Bu yerda весовой kategoriya yo'q. Xolisi Bahodir Jalolov tanlaymiz. Sandan 50 kilo baqir. Sizlar kelishib oldilar. Endi nimadir deb. Yo'q, просто import ketdi otib. Yordam beryapti og'aylar. Sportivniy interes. Keyin senga просто 15 kun va kalta yedirsan, kayf qilasan. Osmonda qara, men senga aytdim, yuragim yomon dedim. Sen olib chiqding meni. Men rozi bo'lib kirdim. Endi sen rozi bo'lishing kerak. o'chgan. Bilmadim. Oxirgi marta qachon kalta yegansan? Esingda yo'qmi? Shu esimda yo'q. Bo'ldi, mana. 2 minut turib berasan stoykada. Просто dib urasan. Zashtada turib berasan, qattiq urmaydi. O'rta, cho'chimi? Men kalta yemaganman, yedirganman. Bo'ldi. Bo'ldi, короче, Ahrora shartini qabul qildim. Tog'da, qor atmosferasida ring quraman o'sha yerga. O'zbekistonning eng zo'r boksyorlardan bittasidan 2 minut kalta yeyman. Ha, faqat kurtkalada emas, как положено, sportivniy formada turasan. Ular endi kurtkalada turadi, bo'ldi. Boksyor znameniy bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, sizlar kommentariyada yozinglar, qaysi boksyor bilan men ringda ko'rishib qolishim. 5 oringlar. 15 kun. Bo'ldi, 15 kundan keyin 15 kundan gaplashamiz. 15 kundan Bolalaringga aytasan, mejenga yig'adi, o'sha joyda qiladi, chiroyli qilib. Kelasizlarmi? Ha, rasxotingni o'zinglarda. Sharti bu. Hammaga rahmat, yaxshi bola YouTube kanalida bizlar bilan birga bo'lganinglar uchun. Sog' bo'linglar, jigarlar, sizlarni yaxshi ko'raman. Ajoyib, shu uchun rahmat.